Assalomu alaykum. Xayrli kun azizlarim. Mana bugun sizlar bilan Shukronalik mo'jizalari darsimizning 23-darsiga ham yetib keldik. Agar kimdir bir necha yillar oldin menga nafas olayotgan havo uchun minnatdor bo'lish kerak degan bo'lsa, tavba degan bo'lar edim. Nafas olayotgan havo uchun shukronalik keltirishni kimga keragi bor? Ammo mening hayotim minnatdorchilik bildirishni boshlaganimdan keyin tushunishimcha o'z-o'zidan butkul o'zgarib ketdi. Men o'zimning kichik olamimni mayda narsalaridan boshladim. Kunma-kun mening ko'zlarim ochila boshladi va koinotning kengroq manzaralarini ko'rib tushunib yetdim. Buyuk olim Nyuton aytganidek, men quyoshning tizimiga qarayotgan paytimda yer quyoshdan issiqlik va yorug'lik olish uchun yetarli bo'lgan tegishli masofada ko'raman. Agar tasodif bo'lishi mumkin emas bu. Bu so'zlar meni o'ylashga majbur qildi. Har holda bizni himoya atmosfera o'rab turadi. Uning tashqarisida esa havo ham, kislorod ham bor emas. Daraxtlar kislorod ajratib chiqaradi. Bu tarzda doimiy ravishda atmosfera yangilanib turishi tasodif emas. Bizning quyosh tizimimiz shunday ideal joylashganki, agar Yer galaktikasi boshqa joyda joylashgan bo'lsa, har holda yakson bo'lgan bo'lar edi. Yerdagi hayotni minglab parametrlari va koeffitsentlari shuni ko'rsatadiki, ular barchasi shunday ingichkaki, hattoki pichoqning damiga joylasha oladi. Va ularni aniq joylashgan shunchalik nozikki, parametrlar birida ozgina farq qilsa, yerdagi hayot bo'lmaydi. Bu narsalardan biri tasodif ekanligiga ishonish qiyin. Ular ideal mos tushishi, a'lo darajada joylashishi, ajoyib muvozanati, bularning barchasi biz uchungina ekanligidek tuyuladi. Bu barcha narsalar tasodif bo'lishi mumkin emas. Yerdagi narsalar va har bir mikroskopik element orasidagi nozik muvozanat, to'liq uyg'unlik mavjud va ularning hammasi bizlarni ushlab turadi. Siz hayot uchun takrorlanmas minnatdorchilik tuyg'usini his qilasiz. Chunki bularning hammasi bizni ushlab turish uchun qilingan va yaratilgandir. Biz nafas olayotgan havo tabiatning tasodifiy ne'mati emas. Biz buyuklik va cheksizlik haqida o'ylayotganimizda koinot mo'jiza yaratayotgan bo'ladi. Havo paydo bo'ladi. Havo orqali nafas olish, havoning butunlay organizm bo'ylab tarqalishi. Bu jarayonni tom ma'nosida shunday deyish kerak. Bu mo'jiza. Biz nafas olamiz va bu haqda o'ylamaymiz ham. Chunki doim havo bor. Baribir kislorod bizning organizmimizdagi eng muhim element hisoblanadi. Biz nafas olayotganimizda bizning tanamizdagi har bir hujayra unga to'yinadi. Biz yashashda davom etamiz. Hayotimizdagi qimmatbaho bu tuhfa havo. Chunki usiz bir necha daqiqa ham yashay olmaymiz. Minnatdorchilikning sehrli kuchidan birinchi marta foydalanishni boshlaganimda, uni o'zim xohlamagan va xohlagan shaxsiy narsalar uchun foydalanganman va bu juda ham zo'r ish bergan. Ammo men minnatdorchilik keltirganimda hayotning real sovg'alari uchun
minnatdorlikni to'liq kuchini his qilganman. Quyosh botishi, daraxtlar, ummon, maysadagi shabnam, mening hayotim, undagi odamlar, moddiy buyum, men orzu qilgan narsalar uchun minnatdorchilikni his qila boshladim. Menda endi aynan shunday obyektlarning bo'lganligi sababli bu hayotim go'zal edi. Biz o'zimizni haqiqatan ham minnatdor his qila olsak, hayotning va tabiatning qimmatli in'omi, biz nafas olayotgan havo uchun imkon boricha minnatdorchilikni chuqur his qilgan bo'lar edik. Kimdir chuqur minnatdorchilik bildirsa, mukammal farovonlikka erishadi. Bugun to'xtang va nafas olayotgan yoqimli havo haqida o'ylang. Ataylab 5 marta havodan nafas oling va tanangizda harakat qilayotganligini his qiling. Nafas shodlikni his qiling. Ataylab 5 marta nafas oling va 5 ta ongli nafas chiqarib, men nafas olayotgan yoqimli havo uchun, kun davomida yuz bergan yaxshi narsalar uchun minnatdorman, shukronalik keltiraman deng. Ushbu sehrli kuch amaliyotida ochiq havoda bajarsangiz, sizda ajoyib ochiq havoni baholash va his qilish uchun imkon bo'ladi. Ammo buni imkoni bo'lmasa, ichkarida ham qilsa bo'ladi. Siz ochiq havo yoki yopiq ko'z bilan nafas olganingizda buni his qilasiz. Navbatda xarid qilayotganingizda, istagan joyda, bu va xohlagan vaqtingizda buni qilishingiz mumkin. Sizning tanangiz nafas olayotgan va chiqarayotgan havoni his qilsin. Nafasni tabiiy oling. Odatiy nafas oling. Nimaga deganda amaliyot nafas olish to'g'risida emas va havodan minnatdorchilik bo'lish, tovush yoki xayolan sehrli kuch so'zlarini minnatdorchilikni chuqurroq his qilish uchun. Agar istasangiz, kelajakda amaliyotni o'zgartirishingiz mumkin. Nafas olganda minnatdorchilik bilan organizmingizni to'yinganligini his qilib, tasavvur qilishingiz mumkin. Qadimgi donishmandlarning ta'kidlashicha, kim nafas olayotganda havo uchun chuqur minnatdorchilik bildirsa, minnatdorchilik darajasiga yetsa, minnatdorchilik kuchining yangi darajasiga ko'tariladi. U haqiqiy alkimyogar bo'ladi. Hayotning har bir qismini osongina oltinga aylantira oladi. Biz nafas olayotgan sehrli havo. Sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Bizning shukronaligimiz hisobotda. Ya'ni 10 ta shukronalikni ro'yxatini yozib, ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorchilikni tugatib shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng. Va imkon boricha minnatdorchilikni his qiling. Bugun 5 marta to'xtang va nafas olayotgan havo uchun minnatdorchilikni o'ylang. 5 marta ongli ravishda nafas oling va o'zingizni tanangizdagi havoni harakatini va nafas olayotganingizdan rohatlaning. 5 ta nafas olish va nafas chiqarishdan keyin nafas olayotgan sehrli kuch havosi uchun shukronalik keltiraman deng va nafas olayotgan hayot beruvchi havoga imkon boricha minnatdor bo'ling. Uxlashga yotishdan avval sehrli kuch toshini qo'lingizga olib, kun davomida bo'lgan ajoyib narsalar uchun shukronalik keltiring. Sizlar bilan psixolog Madina Muhammadiyevna bo'ldi.
shukronalik hayotimizni mo'jizalarga aylantirishda davom etmoqda.